Xo'p. Endi Madina Munavvarada, Makka Mukarramada hayotimiz davomida bomdodni o'qibla, agar bomdoddan keyin bir ziyoratlarimiz, sayohatlarimiz, darslarimiz bo'lmaydigan bo'lsa, haramdan chiqib ketishlikka shoshilmang. Yana bitta Rasulullohning sunnatlari bor. Kim bomdod namozini o'qigandan keyin yoki tungi namozlardan shom namozini o'qigandan keyin o'rnidan jilmasdan Razitu billahi ta'ala robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyyan va rasula desa, Alloh subhanahu va taolo ertalab bomdodda aytganlik uchun to shom namozigacha bu bandaning barcha ishlarini o'zini bo'yniga oladi. O'zini bo'yniga oladigan hamma ishimiz Allohning taqdirida yozilgan. Yana ham bugungi ishingiz tamomiy Alloh taoloning hisobotiga o'tadi. Kim bu narsani shom namozida aytsa, to ertalab tong otgunicha Alloh taoloning kafolatida bo'ladi. Xo'p, kim bomdod namozini o'qigandan keyin darrov shoshilib chiqib ketmasa, yasang chiqib yotasiz hozir misol. Bu yoqda aylanasiz. Sizlar bilan biz uchun Nabiy alayhisosallam sunnatlariga ihyo, ya'ni ergashishlik go'zal ish. Kim bomdod namozini o'qigandan keyin o'rnida turmagan holatida, tahorati buzilmagan holatda, Qur'on o'qigan holatda bo'lsin, istig'for holatida bo'lsin, salovat yoki tahlil tasbihlar bilan o'tirib kun chiqishini kutadigan bo'lsa, so'ng kun chiqqanidan keyin namoz o'qiydigan vaqt kirgandan keyin 2 rakat ishroq namozini ado qilsa, komil bir umrani savobi bor dedi Rasululloh alayhisalom. Qarang, dinimiz qanchalik yengildinki, misol bir narsaga yeta olmayotgan insonga, musulmonga Rasulullohning bitta sunnatlarini, nafil amallarini ado qilib qo'yadigan bo'lsa, ulug' amallarning darajotiga ham yetish mumkin ekan. Mana bomdoddan ado qildik, o'tiribmiz, biz ilmiy suhbat qilyapmiz. Foydali suhbat ustida o'tiribmiz. Hozir 6 qanchada kun chiqadi dedingiz? 6:02 da kun chiqar ekan. 10 minutdan keyin 6:15 da namoz o'qiydigan vaqt kiradi. Ya'ni makro vaqt chiqib, namoz o'qisa bo'ladigan vaqt kiradi. Shunda o'rningizdan turib 2 rakat. Ishroq deyiladi. Ishroq shuruq deb qo'yadi, bu kun chiqishligi. Bugungi kunda Alloh taolo sizlar bilan bizga nasib qilganligi shukronasidan o'qiladigan namoz bu. Bundoq aytganda. Kim shu namozni ado qilsa, nima? Komil bitta umrani savobi. Bu narsani o'zimiz yurtimizda qilsak ham bo'ladi. Uyimizda bomdoddan keyin yoki misol masjidda erkaklar darrov yugurib ketadi, choyxonaga boshqa yashashamiz. Hech bo'lmasa bir oyda 1 marta, 2 marta mana shu sunnatlarni amal qilish kerak bo'ladi. Ana endi sizlar bilan biz ishimiz Makkada, Madinada nima? Agar shashilish bo'lmaydigan bo'lsa, shashilish bo'lsa ham qaranglar, tahorat qilib qo'ysan, tashqari chiqdingiz, har bir o turgan imoratlar, kecha tushuntirdik, tahoratxona, 3 qavat tahoratxona. Kirasiz, bemalol tahorat qilasizda, chiqasiz, kira o'tiring, namoz o'qing. Qur'onlarni qarang turishini. Allohu akbar. Demak, bomdoddan keyin, kun chiqqandan keyin namoz o'qiydigan vaqt kirganida kim 2 rakat ishroq deb niyat qilsa, shu 2 rakat namoz fazil nima ekan? Komil bitta umrani savobi. Hali umra qilmasdan turib umra qilgan savobini olasizlar. Inshaalloh, hozir ozgina vaqt qoldi, 15-20 minut vaqt qoldi. Kutib o'tiramiz. Agar savol javob bo'ladigan bo'lsa, savol javob qilib o'tirsak ham bo'ladi. Mana Abdulaziz birodarimiz, biz albatta bu vaqtlardan unumli foydalanib qolishimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.